aytdimi? O salom do'stlar, sizlar bilan Bo'rivoy. Ha, bugun videoda men olaman. Chunki bo'lsanglar, hamma yeri youtuberlar bosib ketgan ekan. Men ham qolmay dedim-da, do'stlar qo'ydim. Kompyuterlar bor, Wi-Fi'lar ham bor. Endi bir sangiga ko'rsatishga surdik. Hozir sangi yana bugun yurib katalashdim. Ko'p mashinani ham ko'rmaganimga ancha bo'ldi. Sangi chiq, bugun uyda qishloqdir. Sangi chiqqan, hozir uyni bostirib urib chiqib quray otmay quloqimni teshib aytmasdan. Qani sangi qishloqqa sangini ko'rmadingmi? Nimaga gapirmading? Nimaga mesmasdan qarang, butun boshqa nima qiladi? Man qayerdaman? Ben bu olmaslarni olib ketib qolaman. Hozir mana shu olmaslarni sindiray to'xtanglar. Shuni olib ketaman, uyimni tagiga qo'yib qo'yaman. Ha, ben boy bo'lib ketaman. Senga qarasa meni olib chiqib ket. Ha, tuzoqqa ham tushding. Endi esindan meni ham tuzoqqa tushiruvding. Mana faqat pastga tushiruvding. Endi men buni teskarisini qilaman, ya'ni men tepaga chiqaraman. Endi bu oddiy hazil. Bu ham sen uchun oddiy hazil bo'lishi mumkin. Bu ham menga oddiy hazil. Bo'ldi, kechir, yolg'onni to'xtat. Bo'ldi, to'xtatdim mana. Endi mana shuni o'tishimga majbur qilasan, lekin men yer tagidan ketib qolsam. Yer tagida juda ham katta narsalar bor. Ya'ni komanda blok yoki bedrock bo'lishi ham mumkin. Har xil narsalar bo'ladi. Shuning uchun men hamma joyga o'rab qo'yganman shuni bilgan holatda. Oppo, endi men bu yoqda o'tishga majburmanmi? Ha, albatta, majbursan. Endi men hozir mana shu yerdan o'taman, parkir qilib. Ko'p savol beraverma, asam bo'laman. Hozir bitta sakratsam olib qolasan. Bo'ldi, kechir. Keyin qo'limga e'tibor bermaysizlar. Ha, do'stlar qo'liga e'tibor bermaysizlar. Shuning uchun qo'li kasal. Radiatsiyadan keyin ham o'zim bo'lib qoldi. O'shaning uchun qo'limda gul ko'tarib yuribman. Lekin sassov ekan. Checkpoint qo'yapman, checkpoint. Hop, bu yoqda lazer. Hop, bu yoqda qanaqa o'tamiz lazerdan. Hop, bularni tashlab yuboraydi hozir. Bu yoqqa tashlab yubordim. Hop, bu yoqda nima qilish kerak ekan? Hop, bu yoqda sakrab o'taymi? O, qanaqa? Kim nimasi? Mayli, bosh ishlasa qilmaydi. Ay, o'lib qoldim-ku. Mana shu kechirang narsalar qaranglar, mana o'yligim turarkan, ozgincha bo'lsa ham, ozgincha turarkan, yo'qoldi. Hop, endi buni sindirib qochib ketsamchi. Afsuski sindira olmaysan. Sanashtirsa yo'q ekanda. Ay, bir yarim tagida olib qoldi. Ovqat ber, noiso'mshagi. Yo'q, ovqat esa yo'q bo'lmaydi senga. O'zing uchishing kerak. Asabimni bizni hozir o'ldirib qo'yaman. Qanaqasiga meni o'ldirsa, men kreativda bo'lsin mumkin. Hozir shunaqaga. Bu yerda IQ ni ishlatish kerak. IQ. Mana IQ 130. Hozir mana shuni olaydi. Mana IQ hozir bu yoqqa sakraymiz. Ana bizga chakra joy ketdi. Endi bu yoqda nima qilamiz? O'tishga majburmiz desam hozir. Endi bu yoqda ham IQ ni ishlataman. Mana IQ 130. Birda ishonay endi senga. O'zing IQni menga ta'riflamay senga. Meni IQim baland bo'lishi mumkin. Ben bo'pti, sizlardan birinchidan so'ramiz. Ya'ni Bo'rivoy IQsi balandmi yoki Isangida IQsi balandmi? Isangida IQsi baland deganlar obuna bo'lsin, Bo'rivoy IQsi baland deganlar like bossin. Keyingi videoda shunga haqida ko'ramiz. Seni IQing bilaman necha? 11. Demak 11, o'zingizga 11dir. Hop, endi bittaga ishiga qanaqasiga topaman? Hop, bu ishidagi son sen bilmaydigan son. Ya'ni sen 9 gacha sanashni bilasan. 10 gacha sanashni bilasan. Shunaqami? Shunaqa. Keyin ondan keyin hech qaysi sonni bilmayman. Masalan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bo'ldi, yo'q, hech narsa sonni bilmayman. Balki birdan keyingina 9 qanaqa son, balki 1
10'dir. Yo'q, ona emas, balki bir. Ye 11 ekan bo'ldi ketamiz. Topganim qaranglar, aytdim, aka 130. O'zim yordamlashdimmi? O'zing qozim yo'qdaydi, sana lagich deydi. Va tushib ketishim kerakmi? Balki shunaqadir, balki tushib ketasan. O'zing tushurdingku. Yana shu yerdan qaytamanmi? Asabim buzilib ketyapti. Checkpoint qo'ysak o'lasanmi? Daryoda blok oling. O'shada o'tishga blok kerak bo'lsa kerak. Ha, o'sha yerda blok olishing kerak. U lagichni o'ylangan narsa edi. O'zi sizlarni hozir o'ldirib qo'yamiz. Hozir qaranglar. Bu yoqqa sakrayman. Qarab turib, mana san shunaqangi qiynayman, mana shunaqa lazerlardan asablarim buzilib ketyapti. Hozir o'ldirib qo'yaman sani ham. Charchadim. Ana bo'ldi, yana o'lib qoldimmi? Tez o'tishim kerak bu yoqqa. Yana tepib ketyapti. Bu yoqda ham IQ'ni ishlatish kerak edi, esimdan chiqib qoldi. Aytdim IQ'ing 11 dan pastcha. O'zingniki 11 dan past. Bu yerga kudday chiydi, esimdan chiqib qoldi. Keyin shunga yordamlashay. 11 edi. O'zim ham bilardim, sani silagim keldida. O'zim ham bilardim. 12 bor mana. Qancha 11 12 bo'ldi 11 aka. Bo'ldi 11 aka. Ko'rasan o'zim topdim. Yordamlashmaganimda hech narsani topolmasding. Piyoda nima bor ekan, mototsikl. Piyoda yana yomg'ir yog'di. Tindir emas yomg'ir edi. Asablarim buzilib ketdi. Tindir tez. Bitta o'zim tindirman. Aha, bo'ldi. Tindiyam manimga. Hozir tinadi, bo'ldi, o'zim tindirdim. Sanki teleport qo'yardim, bu tepada uchayotgan bo'lsa, oyog'im sinadi. Hop, bu yerda nima bor? Assalomu alaykum. Endi menga urasiz. Nimaga urdim mana? Ashtarsa qilib sekin yana eshik yopib qolib. Qaranglar, ko'zim bilan ochilib, ko'zim bilan yopilar kerak. Vau, quyosh botishini. Quyosh kechqurun buguncha ulgurmasa seni zombili yeb qo'yishi mumkin. Zombilardan qo'rqaman. Hozir mana bak bor ekan, benzin bor ekan. Kecha bu bo'ldiligi benzin topib yashirib qo'ygan ekanda sanki. Nima bo'ldi? Qaraysanki mana nima topdim. Ha, bu konkretni shunaqa edi. Bo'ldi, dedi. Hammasi dashaveramiz-da endi. Hozir qarang. Qarang. Sekin uramiz, sekin. Qarab turib, birinchidan bilmasam qanaqa qiynashi. Kommentariyaga yozinglar, iltimos. Nima deding? Qishloqqa, ya'ni bo'rivoy. Yo'q, hech qanaqa sana vaqtim o'tmadi. Mototsikl qo'yib jo'r qilsanda, yana o'tib javob o'tdi, kakra. Rahmat, lekin bir nima dedi. Yo'q, hech narsa demadim, o'zingcha yuraver, bo'ldi. Lo'q. Tushunmadim, nima dedingni bunisini eshitib qoldim. Makkalama. Hozir bir udal qilib tushiraman. Bo'ldi, kechir. Qanaqa qiynash iltimos yozinglar. Shunaqangi qiynadi. Eshitmadingmi bu? Senga? Nimani eshitishim kerak? Hech narsa. Hazil qilma, hozir bitta urib tushirib olaman. Qaraman keyin IQing juda baland ekan. Oddiy o'tadigan joyda o'tolmadi. Mana aka aytdim, bu 130 yoki bormagan. Mana aka bir o'zotdi. Az o'lib qoldi. Mana masablari nima qilganim ko'rdinglar? Bunday qildim, puchum sandulga oshib tashlab o'tib ketdim. Ko'rgan bo'lsanglar. Bitta yana tushib ketishini aytganmi? Senki, men tushib ketmayman. Nima sindirishim kerakmi? Senki? Ha, albatta sindirasan. Boshqa ilojing yo'q. Men seni unaqa kreativlarga o'tkazib qo'yadigan odam emasman. Senki sen qanaqa odamligini bilasan? Ha, bilaman, rahmat. Men yaxshi odamman.
Tuppoy qanaqasiga yaxshi odam bo'lishi mumkin. Masalan, uraveradigan darajada odamsan-ku. Masalan, agar hozir qanaqadir man ham seni qiynayman, shunaqangi qiynaymanki, ishon, kosmoslargacha uchirib yuboraman. Puling bo'lsa uchirasan? Banda sovg'ani bor ekan, jetpack. Bilasanmi sangisani masalan? Nima? Ahmoq, tuppoy, shunaqa sovg'a ham beradimi? Shuncha o'tdim, tuppoy, masalan, qanaqa sovg'a bilan siylagandim, o'zimni sevadigan narsamni siylagandim, meni bilmay qilsam, nimaga boshqa narsalarni qiynayverasan, nimaga bo'lsang asablarim buzilib ketyapti, nimaga bittagina jetpackga shuncha harakat qilganimga, shuncha harakat qildim. Bo'ldi, baqirma. Bitta gapga shuncha